Qalaysizgina? O'z boshimdan so'rayapti-da. Ha, hozir qo'yib yuboradi. Bilasiz-ku? Ha, bilaman, xudo xohlasa. Mashina yaxshi ko'ryapman. Dorisiz mazza qilib yuraverasiz-da. Bu kinayim bizaga 2 yil, 3 yildan beri keladilar. Har 6 oyda bir chertma hijom olib turadilar. Dorisiz, ukollarsiz mazza qilib 6 oy yuradilar. Chunki bularda migren bor, davleniya vashim balandligi hisobiga faqat chertma hijomi tushadi bularga. Bonkali hijomi ham, zulug ham boshqasi tushmaydi. Faqat chertma hijomi tushadi. Shu bilan mazza qilib yengil bo'lib yuraveradilar. Anchadan beri keladigan bizlarning doimiy patsientlarimiz o'zlaridan qisqacha o'tib olsa, o'shanda to'g'riroq bo'ladi. Kelganimga 3 yil bo'lyapti. 1 yilda 2 marta kelyapman. 2005-yildan beri kasalman. Qilmagan lecheniyalar qolmagan, kapelnisalar, doktorlarda yotishlar, umuman ta'siri yo'q edi. Mana shu chertma hijoma ko'rganimizdan keyin o'g'lim olib kelgan. Shundan keyin yaxshiman shu 6 oyda. Hozir dori ichmayman. O'sha boshim og'riganda 6 oyda kelib chertma hijoma qiladi. Shu yaxshi bo'lib qolaman. Cherepnoyi borlar, общий давленияsi borlarga, glaukoma kasalligi borlarga ham tavsiya qilardim. Bosh og'rimaydi, qon ketgandan keyin yaxshi tavsiya qilgan bo'lardim. Biz boshladik. Maşallah. Do'stim qalaysiz? Zo'r. Bu endi qanday? Harom qolmaydi shu? Yo'q, oddiy qon. Qoilangizni yaxshilash maqsadida oldik buni. Siz siqsangiz ko'payadi. Bo'shatsangiz to'xtab qoladi, xo'p? O'zingiz nazorat qilib, malol o'tiring. Siqsa bo'ldi. Ko'payadi, bo'shatsangiz to'xtab qoladi. Zo'r. Xo'p, sizda standartdan balandroq davleniyasiz. Masalan, sizniki обычный 128 man bilaman-ku siznikini. 120 lik holati 140 ga 130 misol ko'tarilib ketadi-yu. 10, 20, 30. Sizda bilinib qoladi, to'g'rimi? Nimalarda bilinyapti? Bosh og'ridi. Bosh og'ridi. Qizosizmi o'zingiz? Ha, qizib ketaman, bosh og'rib qolsa og'rib qoladi. Xo'p. Bu do'stim nimalarga foyda? Bosh og'riq, davleniya, cherepnoy, migren, sababsiz bosh og'riqlar, quloqda shovqin, boshdagi g'um bo'ladi-yu bir xil. Shunaqa ko'payib ketadi, shunlab qoladi quloq. Magnitli burilida bosh og'riganda afshi maza qilasiz. Sezmaysiz buni. Dorisiz ancha yurasiz. Bu tabiiy usuli bo'lgandan keyin sekin va uzoq davom etadi. Tushunasizmi foydasi? Sekin ta'sir qiladi. Masalan, erta indindan уже yengillashib ketaverasiz, xudo xolasa. Tugatdik. Zo'r. Do'stim, qalay bo'ldi? Yaxshimi? Zo'r. Yengillashdingizmi? Ha, maza qildi. Ancha odam yengil bo'ldi. O'sha Bilindi. teshgan joyim izi ham qolmaydi. Xudo xolasa. Hozir mas surib qo'yaman. Zo'r. Hozir yopib tashlayman bo'ldi. Atak shundoq ketsangiz ham bo'ladi, lekin hozirgi havolada chang havola bor-ku, o'shani hisobiga yopib qo'yaman. 1 soatdan keyin olib tashlaysiz buni. Bugun suv tegizmay tursangiz zo'r bo'ladi. Endi ancha vaqt dorisiz bemalol yuraverasiz. Baraka toping do'st. Maza qilib yengillashdingizmi? Maza qildi, odam ancha yengil bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Kasb-koringga baraka bersin. Zo'r. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasa.